Nega shifokorlar yaqin qarindoshlar orasidagi nikohga qarshilik ko'rsatishadi va tavsiya qilishmaydi? Hozir quyida sizga aynan nima uchun ulardagi irsiy kasalliklarning ehtimolligi oshishi haqida ilmiy faktlar bilan keltiramiz. Yaqin qarindoshlar deyilganda birlamchi qatlam, ya'ni amaki, tog'a, xola, amma kabi qarindoshlarning farzandlarining o'zaro turmush qurishi tushuniladi. Xo'sh, nimaga bu xavfli? Nima uchun irsiy kasalliklar ehtimolligi ortadi degan savol tug'iladi. Har bir organizmda qanaqadir kasallik retsessiv holatda saqlanishi mumkin. Har doim ham namoyon bo'lmasligi mumkin. Aynan retsessiv degani bu bitta ustun belgi va bitta kichik, ya'ni dominant va retsessiv belgilar bo'ladi organizmda. Masalan, sizda bitta qanaqadir nuqson retsessiv bo'lganligi sababli sizda unga nisbatan dominant gen bo'lsa, u kasallik yuzaga chiqmaydi. Lekin nima uchun qarindoshlar? Ikkita qarindosh qondoshda genlari tuzilishi bir-biriga o'xshash bo'ladi va aynan mana shu retsessiv genlar yashirin holatda keladi. O'shanda ikkita retsessiv gen, yana ayolda va o'sha yigitda va qizda retsessiv genlar ikkalasi birga uchrashganda yuzaga chiqib qoladi va shuning hisobida irsiy kasalliklar uchrash ehtimolligi oshib ketadi. Bu har bitta yaqin qarindoshlar nikohida nuqsonli farzand tug'iladi degani emas. Lekin oddiy nikohga nisbatan qarindoshlar nikohida bu nuqson bilan tug'ilishi mumkin bo'lgan bolalarning soni yuqori bo'ladi. Xo'sh, qanday nuqsonlar bo'lishi mumkin? Eshitish, ko'rish va jismoniy tuzilishdagi rivojlanish bilan bog'liq kasalliklar, genetik kasalliklar uchrash ehtimolligi juda ham yuqori bo'ladi. Shunday ekan, agar siz yaqin qarindosh bilan turmush qurishga qaror qilgan ekansiz, birinchi o'rinda genetikning tekshiruvi kerak bo'ladi. Genetik vrachning tekshiruvi kerak bo'ladi. Bunda o'sha oilaning kerak bo'lsa shajarasi, genetik ko'rsatkichlari va uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklarni, ya'ni irsiy kasalliklarni ro'yxati tekshirib chiqaradi va sizga yakuniy xulosa berishi mumkin. Shunday ekan, siz yanada rivojlangan, ya'ni ikkita oiladan ham, yigitdan qizdan ham yana ham rivojlangan farzandli bo'lishni xohlasangiz, shunda begona urug' yoki begona uzoq bo'lgan, sizga qarindoshligi bo'lmagan oila farzandlari bilan turmush qurganingiz yaxshi hisoblanadi. Shundagina sizda nima desam bo'ladi, ikkita yuqori temperamentli insondan undan yanada yuqori temperamentli inson yaraladi. Shunday ekan, qarindoshlar o'rtasidagi nikoh tavsiya qilinmaydi. Agar siz shu holatga qaror qilgan bo'lsangiz, albatta mutaxassis ko'rikdan keyin bu ishni qilishni tavsiya qilamiz ertaga o'zingiz afsuslanib qolmasligingiz uchun.